22 dekabr 2025-yil soat 20:00 da Milliy telekanalida Ofsinlar serialining 66-qismi namoyish etiladi. Ushbu qism tomoshabinni yana oilaviy munosabatlarning murakkab, ammo hayotga yaqin manzaralari bilan o'ziga tortadi. Serial avvalgidek samimiy ohangda davom etib, voqealarni sun'iy keskinliksiz, tabiiy tarzda ochib beradi. Asar markazida katta oila hayoti, kelinlar o'rtasidagi munosabatlar va har bir qahramonning ichki kechinmalari turadi. Yangi qismda uzoq vaqt ichida yigilib qolgan gaplar ochiq aytiladi, eski ranjishlar yuzaga chiqadi va bu holatlar oiladagi muvozanatga ta'sir ko'rsatadi. Har bir qaror keyingi voqealarga sabab bo'lib, syujetni yanada chuqurlashtiradi. 66-qism dialoglari va aktyorlar ijrosi bilan ajralib turadi. Qahramonlarning hissiyotlari sun'iy emas, aksincha, tomoshabinga juda tanish bo'lgan holatlarni eslatadi. Serial ijodkorlari oddiy kundalik muammolar orqali katta hayotiy xulosalarni ko'rsatishga muvaffaq bo'lishadi. Ofsinlar bu qismda ham oilaning qadr-qimmati, sabr va o'zaro tushunish naqadar muhim ekanini eslatadi. Shu sababli serial nafaqat voqealari bilan, balki ma'naviy mazmuni bilan ham tomoshabinni o'ziga jalb qilishda davom etadi.